Bu videodagi inson oddiy inson yo'q, oddiy insonlardan ko'ra boshqacharoq inson. Bir shaharni, bir davlatni katta millioneri topgan millionlarini yetim yesirlarni sharoitini yaxshilashlik uchun sarf qilgan inson ekan. Buni shunchalik sirli amalidan xabari bor hamkasblari taqdir qilishmoqchi bo'libdi, taqdirlamoqchi bo'libdi. O'ziga bildirmagan holatda bir kun mashinasiga kameralar o'rnatib, skrytli kameralar o'rnatib, svetoforda to'xtatib qo'yishdi. Intabih amamaka batol deb yozib qo'yishdi. Ya'ni hushyor bo'ling, oldingizda qahramon turibdi deb yozishdi. Avvaliga tushunmadi, nima bo'lyapti, yo'l nima uchun to'sildi, nimaga unaqa yozuv chiqdi. Birozdan keyin bildiki, gap o'zi haqida ketayotganini. Subhanalloh. Inson bir yaxshi ish qilar ekan, ayniqsa oxirat uchun qilar ekan, Allohning roziligini topish uchun qilar ekan, Alloh taolo bu ishni bu dunyoda ro'yobga chiqarsa, o'ziga o'xshagan oddiygina insonlardan takrim ko'rganda, yaxshi gaplar eshitganda, taqdir ko'rganda holat qanaqa darajada o'zgarib ketishini o'zingiz guvoh bo'lyapsiz. Inson shunaqa yaxshilikka juda ham tashna bo'ladi. U kim bo'lmasin? Millioner bo'ladimi, milliarder bo'ladimi, faqir bo'ladimi, qanaqa holatda inson bo'lmasin. Uni mehnati qadrlanganda holati qanaqa darajaga kelishini ko'ring. Subhanalloh. Endi bir inson qiyomatda qanaqa holatga tushadi? Agar uni mehnatlari, dunyodagi mehnatlari qadrlanganda ko'rganda, uni holati qanaqa bo'ladi? Bu inson hozir o'zining mashinasida o'tiribdi. O'zi kutmagan holatda hamkasblari undan yoshligidan foydalanishgan yetimlar to'planib shu ishga qaror qilishib, u kutmagan holatda surpriz desagan bo'ladi. Shunaqa qilib ko'chada uni kutib olishdi. Uni holatini qarang. Subhanalloh. U hozir boy, badavlat, shaxsiy mashinasi, katta uylari bor, katta lavozimda ishlaydigan inson. Lekin qiyomatda inson jamiki narsasini yo'qotib boradi. Hattoki yalang'och holatda, o'zini holatidan qo'rqqan holatda, tiz cho'kkan holatda Robbisiga nafsi Robbim bugun meni qutqargin degan holatda boradi. Mahshar maydon, jamiki xaloyiq yugurib yuribdi. Jahannam Allohning amri bilan sudrab kelingan. Malaikalar qo'rqinchda turibdi. Mahshar maydonida bir qarich yer qolmaydiki, hattoki unda payg'ambarlar, farishtalar, jamiki xaloyiq Robbi nafsi deb yalinib turadi, tiz cho'kib turadi deyilgan. Shu mahshar maydoniga kelganingizdan keyin bu dunyoda Robbingiz uchun xolis qilgan amallaringiz sizga ko'rsatilganda, buni taqdirini Allohdan ko'rganingizda holatingiz qanaqa bo'ladi? Bu inson jamiki millionlarini, pullarini, hattoki hayotini yetimlarning hayoti uchun bag'ishlagan ekan. Robbim bu dunyoda yetimning ko'zidan yosh oqmasin. Meni shularning xizmatiga qo'y deb doim so'rar ekan. Endi Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam nima deganlar? Ana kafilul yatim fil janna kahatayn deganlar. Men va yetimni kafolatiga olgan inson jannatda shu ikkisidek deganlar. Bosh barmoqlari bilan, ko'rsatkich barmoqlari bilan o'rta barmoqlarni bir-biriga yopishtirib aytganlar. Ya'ni shu darajada yaqin bo'lamiz deganlar. Tasavvur qiling, bu dunyoda qilgan yaxshiliklaringiz uchun Allohning izni bilan Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam kelib, qo'llaringizdan ushlab jamiki xaloyiqlarning oldida Odam alayhissalomdan boshlab qiyomatda o'ladigan oxirgi insongacha jamiki xaloyiqlarning oldida qo'lingizdan ushlab jannatga olib kirib ketsa, holatingiz qanaqa bo'ladi? Holatingiz qanday bo'ladi? Alloh taolo hisob kitobsiz, azobsiz jannatga kiruvchi bandalardan qilsin. Bugun amal bor, hisob yo'q. Ertaga hisob bor, amal yo'q. Ramazon kunlarida har bir amalingizni xolislik bilan bajarishga harakat qiling.
هل لك سر عند الله بينك أنت وبين الله؟ هل لك صدقات تخفى لا يعلمها إلا الله؟ هل لك سر عند